Islohotlar shtabi bu ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish uchun ishlab chiqilayotgan tizimli chora-tadbirlar yig'indisi bo'ldi. Shtab aholi murojaatlarini tahlil qiladi, yaxshi va og'ir hududlarni belgilaydi, aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan ishlarni rejalashtiradi. Biz tumanimizda 200 mingga yaqin aholi istiqomat qilib keladi. Hurmatli prezidentimizni chekka tumanlarga qolaversa shu rivojlantirishga alohida e'tibori, aholini bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, eksport hamda investitsiyani rivojlantirish orqali xalqni hayotdan rozi qilish islohotlari natijasida Marhamat tumanimizda ham mana bugun juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Servis hamda savdo maishiy xizmatlarni rivojlantirish, ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligida kooperatsiyalarni rivojlantirish orqali aholini bandligini ta'minlash. Pirovard maqsadda aholini daromadini oshirish bo'ladi. Bundan kelib chiqib turib mana birgina misol shu yopiq drenajlardan unumli foydalanish orqali 200 ga yaqin savdo do'konlari hamda 250 dan ortiq ish o'rinlari yaratishni maqsad qilib olingan. Bundan tashqari urbanizatsiyani rivojlantirish, aholini sonidan kelib chiqib turib Marhamat tumanida ham Marhamat City loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda 25 ta ko'p qavatli uylar, xususiy maktab, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi, tibbiyot muassasalari, aholiga servis xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish shoxobchalari qurilishi rejalashtirilgan. Tuman markazida ham hurmatli prezidentimizning PQ1 sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida piyodalarga hamda avtomobillarda harakatlanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'llarga maxsus to'siqlar qo'yilmoqda, piyodalar yo'lakchasi mana zamonaviy holatga keltirilmoqda. Qurilmayotgan ko'p qavatli uylarmi, insonlar uchun berayotgan ichimlik suvlarimi, qurilayotgan ko'priklarmi yoki bo'lmasam elektr tarmoqlarini yangilanishimi, buni barchasi juda katta o'zgarishlar olib borilyapti. Buni ko'ringki, shu qisqa davr ichida 50 yilda qilinmagan ishlar qilindi. Xuddi mana shu turgan joyimiz bizning uyimiz edi-da, qurilishlarni ko'rib o'zim ham hayron qolyapman. Yo'llarda tekizligi, ravonligi, kengaytirishlarni hammasi insonni baxt saodati, insonni uchun qilinyapti-da bular. Yaxshi yashash uchun, yaxshi ishlash uchun, yaxshi o'qish uchun qilinayotgan ishlar. Tasavvur qilingda odamlar ashi qilinayotgan o'zgarishlarga endi befarq emas. Ular o'zlari ham harakat qilishyapti. Olib borayotgan ishlarimizda xalqimiz beg'oyat xursand. Prezidentimizdan minnatdor. Bundan tashqari bozorlarimiz tartibga solinib, savdo rastalarida savdo qilayotgan tadbirkorlarimizni barcha qulayliklar yaratib berilmoqda. Ayniqsa mijozlarga, ya'ni xaridorlarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida barcha savdo rastalariga QR kod bilan jihozlanib, savdo yanada rivojlanishga amalga oshdi. Dastlabki bosqichda bozorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarimizni atiga 2 donasida QR kod bilan savdo qilish yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 129 ta savdo rastasi barchasida QR kod orqali savdo qilish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 22 ta yangi savdo rastalari qurilishi amalga oshirilib, tadbirkorlarimizga qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Keng va shinam yo'llar, avtoturargohlarda tashkil qilinishi natijasida bugungi kungacha shahar markazida 6 dona avtoturargoh tashkil qilinib, avtomobillarda tirbandligi oldi olindi. Hozirgi sharoitlarimiz juda chiroyli, mana keng va mustahkam bo'lib, hamma yo'llarimiz savdogarlar uchun qulayliklar juda katta, keng bo'lib rivojlanyapti. Chiroyli savdo yarmarkalarimiz, rastalar chiroyli qilib joylashtirildi. Bu yana ham savdogarlarimiz uchun, xaridorlarimiz uchun kengliklarni ochib berdi. Mana hozirgi bu ochilgan majmuamizda ham sharoitlar juda chiroyli. Kelib kirgan odam, xaridorlar ham mazza qilyapti. Andijon viloyatining Marhamat tumanida 189 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. 48 ta mahallada 35.624 xonadon mavjud. O'tgan muddat ichida shtab faoliyati natijasida aholi bandligini ta'minlash va kambag'allik ko'rsatkichi 8.1% dan 7.5% ga tushirildi. Tumanda 14 ming kilometr yo'l asfaltlandi, ta'mirlandi. Davlat rahbarining topshirig'iga muvofiq 3 kilometr masofada zakan zovurlar yo'llari tartibga keltirilmoqda. Yopiq drenaj usulida yengil konstruksiyali xizmat ko'rsatish shoxobchalar barpo etilmoqda. Farel balig'ini yetishtirish orqali 50 nafar yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga ushbu baliqqa bo'lgan ehtiyoj ham qoplanadi. Marhamat tumanida 2024-2025 yillarda xizmat ko'rsatish hajmi 115
%45.1% ga, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 2 barobarga ortdi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 109.9% ga o'sdi. Tadbirkorlik sohasiga, xususan servis xizmatlari rivojiga davlatimiz rahbarining e'tibori katta. Uyg'unlashtirilgan choralar natijasida 120 km masofadagi yo'l bo'ylarida xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etilmoqda. Prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida har bir tumanga 100 million dollardan xorijiy investitsiya jalb qilish bo'yicha muhim topshiriqlar berib o'tgan. Shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida bu yil 8 ta korxona tomonidan 75 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, 100 nafar ish o'rinlari yaratildi. Yil yakuniga qadar yana 40 million dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilinib, 500 ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari hudud loyihalarimiz doirasida 26 ta loyihalarimizdan 25 million dollarlik hudud loyihalar shakllantirib, yil yakuniga qadar 2300 nafar ish o'rinlari yaratiladi. Jumladan xorijiy investorimiz Jo'va Akmaljon tomonidan 5 million dollarlik turar joy majmuasi loyihasi ishga tushishi boshlandi. 2026-yil dekabrga qadar to'liq ishga tushirilib, 88 xonadon to'liq topshiriladi. Bundan tashqari mana yopiq drenaj ustiga 500 metrga 6 ta do'kon ishga tushiriladi. Xizmat servisi rivojlantirilib, 100 nafardan ish o'rni yaratiladi. Bu xizmat servis 1-oktyabrga qadar to'liq ishga tushirilishi ta'minlanadi. Tuman bo'yicha yangi ko'p qavatli uylar qurilmoqda, shaharcha loyihalari amalga oshirilyapti. Bu shaharcha yoshlar uchun qulay yashash muhitini ta'minlaydi, yangi ish o'rinlari yaratadi. Uy yuqori standartlarga javob beradi, energiya tejamkor va boshqa qulayliklarga ham ega. Marhamat aholisi uchun 12 qavatli uylarning qurilishini boshlaganmiz. Qurilishni boshlashdan oldin geolog mutaxassislarni chaqirib, yerlarni, laboratoriyalarni o'rganib, 12 qavatlikda qurilish jarayoniga yaroqli, yaroqsizligini bilganimizdan keyin qurilishni boshlaganmiz. Albatta laboratoriyalarimiz juda ham chiroyli natija berdi. Hozirda A va B bloklarimizni podushka qismlarini yakunlab, podval jarayonini, karkaz ishlarini olib boryapmiz. Qurilishimizda hozirgi paytda 45 ta qurilish jarayonida, keyin 60 ta 70 ta bo'ladi. Sababi santexnik, elektrik, qolgan mutaxassislar ham qo'shiladi. Hozirda qurilish jarayonlari davom etyapti. Tuman hududida yangi qo'shma korxonalar ochildi, yangi uskunalar o'rnatilmoqda. Bu sanoat mahsulotlari hajmini oshirishga xizmat qiladi. Xorijiy sarmoyalar jalb etilmoqda. Marhamatda amalga oshirilayotgan islohotlar inson qadrini ulug'laydi, aholi hayotida chuqur ijobiy o'zgarishlar keltiradi. Bu yangi O'zbekistonning barcha sohalarda amalga oshirilayotgan muhim ishlar natijasi desak mubolag'a emas. Kalava ishlab chiqarish loyihasi. Bu yerda dastgohlarimiz chet ellardan keltirilgan. Shveysariya, Yaponiya, Italiya, Turkiya davlatlaridan olib kelingan. Hozirda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Xorijiy va mahalliy ustalar tomonidan montaj ishlari olib borilmoqda. Fabrikamiz to'la quvvatda ishlagan vaqtida 6000 tonna sifatli kalava ishlab chiqariladi. 15 million dollarlik mahsulot eksport qiladi. 500 nafar ishchi o'rin yaratiladi. Bu barcha qilinayotgan ishlar prezidentimiz tashabbusi bilan tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar deb o'ylayman. Yangilanish nafasi eng olis mahallalarni ham farovonlikka olib chiqmoqda. Birgina Barhayot mahallasida boshlangan asfaltlash va elektrlashtirish ishlari natijasida 1284 ta xonadonni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini bergan bo'lsa, 15 kilometr masofaga yotkizilgan asfalt 8000 ga yaqin aholining yarim asrlik armonlarini aritdi. 15 kilometrdan ziyodroq yerda asfalt qilishga to'g'ri keldi. 54 ta ko'chani asfalt qildik. Hozir birorta ko'chamiz qolmadi. Hammasini o'zimiz bosh qoshtirib, mahalla komiteti bilan birgalikda asfaltlarni qilib oxiriga yetkazdik. Undan tashqari qo'shimcha 7 ta transformator yana oldirib keldik. Oldin elektr o'chirib, zeriktirib borardi, diqqat olib ketardik. Har kuni kunimiz asha elektroseti boshlig'i bilan chidamay qolganda hokimiyatga ham chiqardik. Hozir kabellar tortildi, yo'llarimiz ravon bo'ldi. Farzandlarimiz hozir maza qilib, mana shu kechqurun salqin tushgandan keyin ko'cha to'la bola. Mana shu maza qilib o'ynashyapti. Mana shunchadan beri bo'ladi deb keldik. 15 kilometr 300 bu juda katta bir ish bo'ldi mahallamizda. Qarangki, shu kichkina tor ko'chalar ham qolmadi. Asfalt bo'lmagan, transformator almashmagan, sif kabel almashmagan. Prezidentimizga rahmat aytyapti, duolar qilishyapti. Xalqimizning kayfiyati o'ta a'lo darajada. Oddiy misol bu mahallani bitta oila deb oladigan bo'lsak,
oilada kamchilik bo'lmasa, tinch totuv bo'ladi. Mahallada bir ishsiz bo'lmasa, hamma ishli bo'lsa, mahallamizda bir kamchilik bo'lmasa, hamma rozi bo'ladi, tinchlik bo'ladi. Islohotlar shtabiga kelib tushgan murojaatlar, aniqlangan muammolar va shu asosda tuzib olingan ish reja, yo'l xaritasi avvalo aholi bandligini ta'minlash, og'ir hududlarni infratuzilmasini yaxshilash, yangi korxona, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini qurish orqali bandligini ta'minlashga erishilmoqda. Tumanimiz 4-toifa hudud hisoblanadi. Islohotlar shtabi amalga oshirilishi natijasida chekka hududlarga borib aholini kayfiyati bilan uchrashib, ularni qabul qilish natijasida mana birgina misol xalq qabulxonalari tuman hokimligining binosiga ko'chirildi. Biz har kuni ertalabki ishimizni 2 soatdan fuqarolarni qabul qilishdan boshlayapmiz. Ularning dardlari, nima muammo qiynayotganini 2 soatda shuni fuqarolar qabul qilib, joylarga fuqarolar tomonidan ko'tarilgan muammolarni islohotlar shtabini a'zolari bilan birgalikda joyiga chiqib o'rganyapmiz. Bugungi kunga qadar shu islohotlar shtabi ish faoliyatini boshlagandan beri 15 kilometrga yaqin yo'llar, ichki yo'llarimiz asfalt qilinishiga erishildi. 8 ta mahallada homiylik mablag'lari hamda mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'lar hisobidan ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Aholini yillar davomida qiynab kelayotgan masalalar hal etib kelinmoqda. Yana bir driver sohani yo'lga qo'yishni boshlab yuborganmiz. Marhamat tumanida sizot suvlarini qochirish maqsadida jami 43 ta quduqlar mavjudligi aniqlandi. Har bitta quduqni tahlil qilib, mutaxassislar bilan o'rganganimizda shundan 28 ta quduqda parel baliq boqish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Mana o'zingizlar ko'rib turganlaringdek, fuqarolarga namuna bo'lish, o'zimiz boshlab berdik. Tuman hokimligida ham parel baliq boqishni yo'lga qo'yganmiz. 1 grammdan 50 grammgacha chavag'ini yetishtirish hamda 150 grammdan 1 kilogramgacha tovar baliq yetishtirish bo'yicha bugungi kunda tadbirkorlarimiz aniqlandi. Aholini shu 48 ta mahallada yashayotgan baliq boqishga qiziqishi bo'lganlarni olib kelib seminarlar, ko'rgazmali mutaxassislar bilan gaplashtirib qilyapmiz. Natijada bugungi kunda 28 ta tadbirkorimiz har bitta shu baliq boqish mumkin bo'lgan quduqlarimizga tadbirkorlar aniqlanib, bugungi kunda u yerlarga shu hovuzlarni qurish ishlari boshlab yuborildi. Barcha islohotlar inson qadri uchun amalga oshirilmoqda. Marhamat tumanida olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik va qurilish ishlari, infratuzilma obyektlarining barpo etilishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, bularning barchasi tuman iqtisodiy salohiyatini oshirish, aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Har bir amalga oshirilayotgan loyiha bu farovon mahallaning asosidir. Bu o'zgarishlar odamlarimiz hayotida qulaylik, ishonch va ertangi kunga umid bag'ishlamoqda.